Elhamdülillah, ellezî la ilahe illa huve el-aliyyul kebir. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah subhanahu ve Taala'nın bizge nimet kılıp bergen yer şarıdı ki, barlık bizge paydalık narsalardan yaxşı paydalanış, bizge ziyallık narsalardan mudafaa ko'rishimiz uchun biz hayotlikdagi barlık nimetler bilen tanışmamız gerek. Biz muşu hayotlikdagi barlık Allah bizge yaratib bergan nimetler bilen tanışmamızdan burun özümüzning hayotlikka kelishdan burun qandaq holatda ekanligimizni bilishimiz, bizge hayotlikdagi har bir şey bilen tanışıp onundan faydalanışımız üçün biz ilim ve bilim ve terakki qilishdan ibarat bo'lgan omilning qanchalik muhim ekanligini bilishimiz bizga muhim. Biz dunyoga kelishdan burungi ahvolimizni Allah subhanahu va taolo bizga bayon qilib deydi-ki: "Estaizu billah. Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Sura Nahl'ning 78-oyatida Allah subhanahu va taolo Allah sizlarni ananglarning qo'saqlaridan yer şarıga meydanga keltirdi. Sizlar hech narsani bilmaydinglar dedi. Demek qarindoshlarimiz, biz hech narsani bilmagan holda bu dunyo maydoniga har bir şeyi biz uchun qorong'ulik holatdagi bir maydonga, qorong'ulik holatdagi onaning balayotqusidan dunyoga chiqamiz qarindoshlarimiz. Biz nima bilan bilamiz? Biz Allah bizga bergan aqlimiz, bizga bergan fikrimiz, bizga bergan anlaş, ko'rish, sizish, titish, her türlük bizning iqtidorlarimiz orqali hayotlikqa aralashish, muomala qilish, ko'rish, munosabat bog'lash, egallash, tushunish bilan andin biz hayotlikqa tonish hosil qila olamiz. Demak, ishning yanada avvali tonish va bilish. Qarindoshlarimiz, undaq bo'lgan ekan biz hayotlikda kelgusi yaramlıq bo'lgan yangi bir nasl bo'lamiz. Yaramlıq bo'lgan ilg'or avlod bo'lamiz deydiganmiz. Allah subhanahu va taolo bizni o'zining ixlosmand quli qilib tanlagan mu'min bo'lganligimiz uchun avvalan Allah taologa qandoq muomala qiladigan e'tiqodiy bilimlarimizni va uning dalil isbotlarini hayotlik ahamiyatiga dalillik qarab, qarg'ulachi emas, bilish yo'lini izlashimiz ve bunu ispatlık özümüzde her kandak buran çapkın kasımı yanmıgıdak derecede hakiki imanlık bulup terbiyeleşimiz gerek. İkincisi, muşu bilimni kelgisi evlatlargacha yetkizip evladımızı hiç kandak bir azgın, şirik, küfrü yollarga, nadan cahiliyet yollarga ve özünü özü dünyaya xo'jayin qilib olgan zolim kofirlar, Xitoy kommunistlarga o'xshash mushundaqlarga qul bo'lmasdan iborat bo'lgan, Allohdan o'zga hech kimga qul bo'lmaydigan, erkin, azat fikr qila oladigan ana shundaq yosh avlodlardan bo'lishimizga ilm va diniy ma'lumot bo'lgan Qur'on hadisninki yo'lini bilishga va bu orqali ilmiy qurollanishimizga biz qat'iy tirishimiz kerak. Ikkinchi qilib biz Allah subhanahu ve taoloning bizni mushu dunyoda barliq ne'matlarni ato qilib, bu dunyoning izbosari qilgan ekan. Shu Allah subhanahu ve taolo Qur'oni Karimda "Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Allah subhanahu ve taolo deyki, men yer sharida bir yer sharini avat qiladigan izbosar, yer sharini avat qiladigan huquqdor kishilarni yarataman deb farishtalarga shunday dedi. Demak, qarindoshlarimiz, bu yer sharini avat qilish nim bilan bo'ladi? Ilm, ma'rifat bilan bo'ladi. Nim bilan bo'ladi? Taraqqiyot bilan bo'ladi. Demak, hayotlikdagi barliq bizga foydali osmon zimindagi ayni vaqtda Allah subhanahu va taolo Odam alayhissalomga o'rgatgan narsalarning ismlarini biz hozirgi zamonda tadqiqot qilishimiz, shu narsalardan bizga foydali apkildigan şeylerini icad qilib, özümüzge, insaniyetge, musulmonlarga foyda yetkazishimiz, shu narsalardan bizga ziyon soladiganlardan mudofaa ko'rishni bilishimiz, bizningki
demoqchi bo'lganimiz fan taraqqiyot ilmlarini yaxshi egallashimiz, ondan bizni dunyo va oxiratning yangi bo'lgan ilg'or narsaga, yangi bo'lgan haqiqiy o'ziga o'zi xo'jayin bo'lgan ixlosmand musulmonlar narsaga aylantirishga sabab bo'ladi qardoshimiz. Shunga Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda biz tushirgan oyatning beshidimi Iqro bismi robbikallazi xalaq. Parvardigoring nomi bilan o'qigin deb bilib, uni kim deydi? Iqro bismi robbikallazi xalaq deydi. Ya'ni hammani yaratgan deydi. Demak, osmon va zimindagi Allah yaratgan barliq shaylarning tag mohiyatini tashiring. Fan taraqqat bilimlar orqali shu narsalarning sizga qandoq Allohdan ne'mat qilganligini tunish orqali ingiz Allohga shukr qilishni biling. Deb mana bu oyat bizni Allohni tushunadigan diniy bo'lgan ilmga va mushu tushunishga sabab bo'ladigan barliq fan taraqqat bilimlarini egallashga, mushu orqali igimiz Allohga shukr aytishimizga, yaratquchimiz Allohning Rabb ekanligini, boshqa har qanday dunyodagi barliq insonlar to'qib olgan yolg'on ilohlarning hammasining botil ekanligini, insonlar o'zini o'zi dunyoga xo'jayin qilib olgan shu insonlarning hech qaysisining Rabb emas ekanligini, faqat yaratquchi Parvardigorimiz va bizga yo'l-yo'riq berib, bizni hidoyat boshlig'uchi egimiz Alloh ekanligini mush oyat orqali bizga tushuntirdi qardoshimiz. Demak, ilmi din va ilmi fan bizni dunyo va oxiratningki baxt soatiga erishtiradi, agar biz buni to'g'ri yo'lga yetalsak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni ilm bilan qurollanishimizga mush oyat orqali alohida taklaydi. Ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban va la takun khamisan fatuhlak. Tibrani rivoyat qilgan hadisda sen bilgichi bo'l yoki boshqalarga bildirguchi bo'l yoki anglab o'zingning bilimini oshirguchi bo'l yoki shundoq biladigan, bildiradigan, anglaydigan shundoq sorun, shundoq jamiyatlarni yaxshi ko'rib, suyib, shularga hamroh bo'lgin. Sen 5-si bo'lmaginki, halok qilinsa deydi. 5-si qasi dunyoda anglamaydigini, bildirmaydigini, bilmaydigini faqat chalmik saqlanashirimiz. Hayotlikdagi har bir şeyi anglaydi. Hatta yeşil köktatlar, ziraatlar, osmon zimindagi barliq mahluqotlarning hammasi anglaydi, biladi, tushunadi. Alloh uningga bergan qobiliyat bilan taraqqiy qiladi, o'sidi qardoshlarimiz. Shuning uchun bilimga, ma'rifatga yuzlanmagan insonlarning har qanday nima desa, xuddi dashqalga o'xshaydi qardoshlarimiz. Shunga Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda astagfirullah yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala shun 7 qat osmon va zimindagi har bir aqlliq, aqlsiz narsalar tasbih aytib, Allah Taala bilan javoblashib, Allah subhanahu wa ta'alaga sadoqatmanlik bildirdi deydi. Qardoshlarimiz. Shuning uchun biz hayotlikda haqiqiy yaxshi bo'lgan, unumlik musulmon bo'lamiz deydiganmiz, o'zimizning tonuşida, iddisida, tushundisida uyg'unlik bo'lish kerak. Fikri bo'lish kerak. Hayotlik bilan javoblasha oladigan tonushush, ilm bo'lish kerak qardoshlarimiz. Biz o'zimizning kelgusi avlodiga, jamiyatimizga iz qoldira olishimiz kerak. Biz kelgusi kishilarga dunyo oxiratning baxt soatiga sabab bo'ladigan yaxshi natijalarni qo'yib ketishimiz kerak. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki hadisida sadaqa jariyaning birisi başqalarga foyda yetkazadigan ilm. Qarindoshlarimiz, biz Allah subhanahu va taoloninki bizga bergan mushu hayotlik fursatida bizningki iymoni, bizningki ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va muomala va shundaqla hayotlikdagi bizga foydasi yetkazadigan barliq har qanday fan taraqqat fanlarini o'rganish orqali o'zimizni, oilamizni, jamiyatimizni va shundaqla kelgusi avlodlarimizni eng yaramliq yangi bo'lgan ilg'or musulmonlardan, ilg'or yosh avlodlardan qilib tarbiyalab chiqishga tirishchilik qilsak, u vaqtda biz kelgusi Alloh bizga bergan Sharq Turkiston zaminimiz, Sharq Turkiston davlatimizni eng ilg'or bo'lgan jamiyat qilib qurib chiqalaymiz.
Ammo mush vaqtda biz Allah bizga bergan fursatni ketkizib o'tib, Allah subhanahu va taolo bizga bergan yoshlar, avlodlarimizni yaxshi tarbiyalashga ahamiyat bermay, ularni ilmdan, bilimdan mahrum qo'ysak, dunyoning va oxiratning baxtsizligiga uchraymiz. Shuni Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astagfirullah, "Va man yabkhalu innama yabkhalu an nafsi." Har qanday bir odam pishiqlik qilsa, bixillik qilsa, mas'uliyatini ado qilishdan to'xtab olsa, o'zininki jamiyati, o'zining oilasiga ziyon soladi, o'ziga pishiqlik qiladi. Mayli u iqtisod bo'lsin, mayli u ijtimoiyat bo'lsin. Qarindoshlarimiz, biz doim taraqqiy qilishni, ilm bilim olishni, ilm bilim o'stirishni har qanday bir fanda o'zimiz va jamiyatimizga, musulmon xalqimizga foyda yetkazishni maqsad qilib turib, ilm manbalari bo'lgan oliy maktablarga, mayli u din o'rganadigan oliy maktablar bo'lsin, fan o'rganadigan oliy maktablar bo'lsin, uning asl manbasiga aralashmasak, manbalariga biz munosabat bog'lamasak, uning kelish manbalari bo'lgan ustozlarga munosabat bog'lamasak, ustozlarimiz, manbalarimiz tuanki o'quvchilarga, uningga kiradigan yosh avlodlarga mas'ul bo'lmasa, o'zining manbalaridan ilm olish uchun tirishchanlik qiladigan shundaq bir ong saviyani yetishtirmasak, har qanday bir musulmonlarga foyda yetkazadigan fanni va dini xalqlardagi barliq ilm manbalari bo'lgan universitet, oliy maktablar, barliq ilmiy organlarni rad qilsak, u vaqtda biz ilm manbasini rad qilgan bo'lamiz. O'zimizga nadonlik qalbini kaydirgan bo'lamiz qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz ma'naviy ruhimiz bo'lgan, iymoniy ruhimiz bo'lgan haqiqiy Allohga bog'lanishimizni o'stirish, o'zimizningki Uyg'ur musulmonlar xos islomiy sharmaya axloqini taraqqiy qildirish, tarbiya qilish, o'zimizning islomiy Uyg'ur musulmonlar xos ana tilimizni ham saqlab qilishdan birga xalqarodagi barliq ma'arif, bilim organlari bilan yaxshi munosabatda bo'lib, kelgusi avlodlarimizni haqiqiy ilm, ma'rifat, tunishga erishtirishimiz bizlardan har turli pallarda yetishgan katta ulamo, ustozlarning, ziyolilarningki magistr, doktor va har turli mutaxassislarningki chiqish orqali kelgusi Sharq Turkiston musulmonlariningki ozodligi, Sharq Turkiston musulmonlariningki o'z oldiga mustaqil bir ong saviyaga ega bo'lishi va shundaqla ularningki kelgusi qobiliyatli bir xalq bo'lishiga biz hasqat alaymiz qarindoshimiz. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astaizu billah va ma utitum minal ilmi illa qalila. Sizlar ilmdan faqat oz ilm berildinglar deydi. Buning ma'nosi nima desa, sizlar taraqqiy qilinglar, tirishinglar, ilm o'rganinglar deydi. Yana Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astaizu billah qul robbi zidni ilma. Muhammad sallallohu alayhi vasallam deydikinki, digini Muhammad alayhisalom, ey Parvardigorim, menga ilmimni ziyoda qilib bers degan deydi. Demak, birinchisi Allohga bog'lanib duo qilishimiz. Xalqimizni, o'zimizni, yosh avlodlarimizni din va fanda ma'rifatlik ilmga ega qilishga Allah subhanahu va taologa yo'linishimiz lozim. Ikkinchisi, buning sabab bo'lgan ilmini ziyoda qiladigan barliq manbalarga arilishimiz, iqtisodimiz, kuchimiz, barliq qo'limizda bor har bir energiyani mushu yosh avlodlarimizni ilm, bilim bilan tarbiyalashga ahamiyat berishimiz kerak qarindoshlarimiz. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va mimma razaqnahum yunfiqun" deydi. Biz ularga rizq bergan iqtisodni Alloh yo'lida chiqim qildi deydi. Yine Allah Teala Qur'oni Karimda "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlar jannatdan iborat bo'lgan yaxshilikqa hargizmi kirolmaysizlar. Sizlar eng yaxshi ko'rgan suyumlik iqtisod maninglarning eng yaxshisini Alloh yo'lida chiqim qilinmoqlik deydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz dunyodami, oxiratdami baxtli bo'lamiz, dindimi, fandimi biz taraqqiy qilamiz da bo'lsak, xuddi Alloh taolo bizni Qur'onda o'rgatgandek, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ey bizning Parvardigorimiz, bizga dunyodami yaxshilikni bersa, aynan shundoq taraqqiy qilgan davlat, hokimiyat, jamiyat, Xitoy kommunistlarga o'xshash zolimlarga bizni qul qilmay,
Bizmi aşuladek şular öğrengen bilim, şular öğrengen iqtidardan yuqori iqtidarlarga ega bo'lish orqali ularga o'zimizninki Allohning elsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yo'ldamangan erkin, azat bo'lgan bir xalq ekanligimizni tunutaraydigan, bizga burungi ota-bobolarimiz, musulmon ajdodlarimiz Istiqboraxondan tatib, qo'yib ketgan erkin bo'lgan bir gullangan bir jamiyat davlatimizni bizmi tutalaydigan, dunyodami erkin bo'ladigan, oxiratdami Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemninki ummati bo'lib hech qanday zolim kofirga qul bo'lmay, Allohga bo'ysunib, Allohga cho'qinib yashaganligimiz uchun oxiratda bizga yaxshilik ato qilingan, jannat ahlidan bo'lgan mana shunday ishlardan bizni qisla deb mushundaq duo bilan Allohga yalvaralaydigan haqiqiy mu'minlardan bo'lishga biz tirishchilik qilishimiz kerak qarashimiz. Hamdulillah Allah subhanahu va taala bizni mushu ilgirki oyatda sizlarga az ilm bilildinglar degan mushu atalg'ini bizni qo'yg'achqa biz doim o'zimizni bilarman, bilib ketgan, hammani atrofliq to'lib ketgan mundaq hisoblamay, biz birinchi qilib ilmga nisbatan aytgan chog'da doim ilmimiz az bo'lgan, ilmimiz tuan bo'lg'achqa, igimiz Allohga doim o'zimizni tuan tushimiz, Allohdan o'rganadiganimiz, Allohdan biladiganimiz, Alloh taolaga yalvuradiganimiz, Allohdan biz olgan ilm orqali jamiyatni isloh qilish uchun qurbonlik beradiganimiz ko'p bo'lishini bilishimiz kerak. Ikkinchisi, doim biz ilm egalari bo'lgan, ilm manbalari bo'lgan makallarga, maktablarga, ustozlarga o'zimizni kam tutishimiz kerak. O'zimizni kamtar tutishimiz kerak. Ularga nisbatan ularning bizga bergan ilmini hurmat nazaridan qabul qilishimiz kerak. Qardoshlarimiz. Masalan deylik, biz bir bekatda turibdimiz. Bekatda avtobus kapti. Biz lekin avtobusga chiqmay, shu biz chiqsak, mo'lgan avtobus shu turib, u yoqqa qarab tursak, ketaveradi, biz turaveramiz. Shunday bizga bilim beradigan manbalar, bilim va ma'rifat tunutadigan organlar doim bizga uchiq tursa, uning qarta kirmasak, uni biz qabul qilmasak, ya bizga ilm, bilimni tunutgan internet, televizor, radio, kitap, material va da'vat darslar orqali bizga haqni tushunganlarning gapiga, nasihatlariga quloq solmasak, o'ylarimizda kuniga kam deganda 5 yoki 10 sahifa kitap materiallarni o'qimasak, Yevropaliklar bunda o'qiydi ekan, unda o'qiydi ekan deb ashundaq Yevropaliklarningki o'g'anliqinlam damlab o'zimiz Allah bizga tushirgan dunyoda hech kimning qo'lida bo'lmagan Qur'oni Karimdek va Qur'oni Karim o'z chag'an barliq osmon zamindagi barliq haqiqat pallari hozir Uyg'urchaga tarjima qilingan. Shundaqla biz o'qiyotgan har xil davlatlardagi bilimlarning tillariga tarjima qilingan shundaq paytda biz har turli bilim manbalariga olishimiz uchun kitob o'qishga ahamiyat bermasak, u vaqtda biz Alloh subhanahu va taolo bizga bergan bu hayotlikni qadrlamagan bo'lamiz, o'zimizning ilmimizni az turib, o'zimizni tanımagan bo'lamiz qardoshimiz. Shuning uchun biz mushu yashayotgan jamiyatimizda atrofdagi barliq bilim manbalariga doim diqqat qilib o'zimizning qalbini ochishimiz kerak. Shunga Qur'oni Karimda munofiqlarning bir sifati summun, bukmun, umyun fahum la yarji'un deydi. Ular gaz, haqiqat nuri kirilgan yerga quloqlarini bermaydi. Ular gacha bilgan haqiqatlarni boshqalarga so'zlamaydi. Ular qarg'u osmon zamindagi Allohning haqiqat bilimlaridan, Alloh taolo ularga bildirgan ilm manbalaridan tonishqa tirishmaydi. Shuning uchun ular haqqa erisholmaydi deydi. Qarashimiz, shunga biz mana bu shundaq munofiqlarning sudunmi o'zimizni xolisimiz, sog'lom bir musulmon, ixlosmand bir musulmon xalq bo'lamiz. Kelgusi avlodimizni yaramliq, ilg'or bo'lgan avlod qilib natijalik bir avlodga aylantirib chiqamiz da bo'lsak, biz o'zimiz ilm manbalariga nisbatan kamtar bo'lib, o'zimizni, kelgusimizni, avlodimiz, jamiyatimizni eng ilg'or bo'lgan ilmlik, sapoliq, iymonliq, yaxshi avlodlardan va taraqqiy topgan hozir zamondagi fan taraqqiyotlar bilan qurollangan o'zing dushmaniga yo'q deyalaydigan, dunyoga haqiqiy baxt yaratalaydigan mutaxassislik her turda, her fanda mutaxassis bo'lgan ilmli kishilarni tarbiyalashga ahamiyat berishimiz kerak. Ham shuningga hammamiz has qilishimiz kerak qilishimiz. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.